Anchadan beri istoriyaga chiqmayapman. Juda ko'pchilik yozyapsizlar. Bizni changga botib, yangi uyimizni chiroyli qilib o'quvchilarimiz bilan birga hamma joy uborka qilyapmiz. Xudo xolisa chiroyli qilib uborka qilib bo'lib, hammasini sizlarga ko'rsatamiz. Ertaga уже eshiklar keladi, darvoza keladi. Tez kunlarda inshaalloh ko'chib olamiz. Mana shu pilisosimga katta rahmat aytmoqchiman. O'quvchilarimizni sovg'a qilishuvdi. Juda ham zo'r pilisos ekan. Rahmat qizlar, kattakon ko'rayotgan bo'lsanglar, boringlarga shukr. Rahmat. Hozir sizlarga bitta joyimni ko'rsataman, eng yaxshi ko'rgan joyimni. Uyimizni hali obzorini, reelsini qilaman, но sizlarga bitta joy ko'rsatmoqchiman. Mana shu qandil o'zim yaxshi ko'rib adasiga iltimos qilib oldirdim. Demak, zinalar ham yaqinda keladi, lekin qandilga maza qilinglar bitta. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Voy, chiroyli yonadi. Juda ham o'zimga yoqdi. Oynalarni ham qilib berdilar. Prям bot remontini 99%ni adasiga o'zim yig'lab qildirganman. Iltimos adasi bunaqa qilinglar. Zinalarni ham ko'ryapsizlar, har bittasiga sim tushirib chiqishdi kechagidan. Buni ham iltimosimga binoan. Iltimos shu yonadigan qilib bering desam, shu shartmi dedilar. Shart dedim. Oxirgi momentda qilib berdilar. Tez kunlarda zinalarimiz ham keladi. Mana bitta joyimni ko'ringlar. Bo'ldi. Qolganini xudo xolisa inshaalloh sizlarga ko'rsataman. Erkakni barakasi ayolidan ekaniga. Men bu narsaga juda qattiq ishonaman. Nimadan u baraka keladi? U prosta ayoli borligidan emas, ayoli qanday holatda borligidan. Ayol yer, erkak urug'. Tushunyapsiz? Yer qanaqa bo'lsa, qotib ketgan, qurib ketgan bo'lsa-ga hech narsa o'smaydi. Lekin yumshagan yer, barokatli qanaqadir yumshoq yer bo'lsa-ga shunda liboy urug' unib o'sib ketadi-ku, xuddi shunaqa. O'zini sevishi, o'ziga xarajat qilishi, o'zini yaxshi ko'rishi, o'zidagi zavqi, o'zidagi ayoldagi energiya erkakni zaryadlantiradi. Ayol agar doimiy deylik nerviga tegadigan, hamma narsada realni kamchilik izlaydigan, turmush o'rtog'ini kovlaydigan bo'lsa-ga, bunaqa ayol erkakni dodi prosta sho'r peshanasi. Nimaga? Chunki uni hech qachon barakasi bo'lmaydi bunaqa ayol bilanda. Ayolning holatiga bog'liq bu. Agar ayol hayotdan zavqlanib yashasa, ruhlantiruvchi, maza qiluvchi bo'lsa, o'zidan ham, boshqalardan ham, atrofidan ham negativsiz, noshukr. Yodey qizlar. Sig'diyoni. Aldab chaqirib oldimmi? Kechir. Ayatlar. Charchamanglar qizlar, charchamanglar. Boringlarga shukr. Shunaqa hal tashqarini qilishim. Momani qara. Voy, osmonni ko'rdinglarmi? Osmonni aytmayman, oynani. Lekin oynadan zo'r ko'raman. Oyna, qaranglar, katta panoramli oynani chiroyli qilib artib berishdi. Qoyil lekin. Buni men 3 yil artmayman. Shunday saqlashga va'da beraman. Hali osmon zo'r ko'ryapti oynadan. Qoyil lekin osmonni qaranglar. Shu zo'r. Gap yo'q qizlar. Adajonisi shuncha ishlardan keyin o'quvchilarimizni, ya'ni qizlarimizni oshga olib keldilar. Ana bo'lmasa. Osh bo'lsin qizlar, zo'r ishladinglar, gap yo'q. Rahmat sizlarga. Shunchalik yo'dimi kelganinglarga. Sog' bo'linglar. Osh bo'lsin, olinglar.